Biloljon nima qilyapti o'zi bu, Oka bu Maybach oka. Narxi ham hozir sal ko'taradi. Billi. Oka, Mercedes Maybach GLS 600 eng afzal tomon nimadaligini bilasizmi? Oka, agar bu mashinani sotib olsangiz, sizni qaysi urovindaligingizni ko'rsatadi. Oka, Maybachimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, boriq 3,5 km masofa bosib o'tgan. Mashina ideal holatda, kraskasi top-toza. Bitta salon qismini ko'ring. Asl napid charm, off-road paket, head-up display, потолок Alicantara, Burmester 3.4D akustika tizimi. Aziga qanisiz? Biloljon, bu mashinaga o'tirgandan keyin ozgina odam kibrga berilar ekan. Azizga qo'ying, chalg'imanglar. Oka mashinadan tushgandan keyin ancha o'zimga kelib qoldim. O'zi narxi nechi pul buni? Oka, narxi 255 ming. Namuncha qimmat bu? Oka, buni yengisi 300 mingdan oshib turadi. Boyvachcha Hoji akalar. Aynan shu mashina Biloljon Motors hamda Benefit Motorsda mavjud. Bemalol ko'rib, xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Sunnatiga o't beramizmi? O't beramiz, oka. Sizlar bilan Benefit Motors hamda Biloljon Motors bo'ldi. Salomat bo'linglar. Hammani kutib qolamiz.